Qolganlar qo'shilyapti. Biz bosh beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Kattakon rahmat Sarvar aka, taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Ancha vaqt bo'ldi sizni haqingizda, ko'pchilik so'raydi Sarvar aka nima qilib yuribdilar, PMIdan keyin. Hozir qanaqa loyihalar qilyaptilar, nima loyihalar qilyaptilar, o'zbek founderlarga qanaqa yordam bera oladilar, yaqin kelajakda masalan qanaqadir loyihalari bormi o'zbek founderlar uchun yoki O'zbekiston uchun va hokazo. Ko'p savollar yig'ilib qoluvdi. Shunga biz birin-ketin savollar bilan boshlasak. Ko'pchilik bilganlar, bilmaganlar bor. Sarvar aka, qisqacha tanishtiruvdan keyin savol-javobga o'tsak nima deysiz? Albatta. Assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun rahmat. Tamom, bering. Xo'p, Sarvar aka, Sarvar aka o'zi asli Toshkentlikmisiz? Shundan Yo'q, boshlaylik. asli Beruniy shahridan, O'zbekistonda, hozir Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Beruniy shahridanman. Mhm. Lekin Toshkentda kattaganmiz, Toshkentda ta'lim olganmiz. Ish faoliyatimiz ham asosan ko'p qismi Toshkentda kechdi. Siz ko'pchilik PayMe'dan biladi, Sarvar aka. PayMe'ni $113 million exit'i bor. Shu qiymatga chiqqan paytda siz exit qilib chiqqansiz va bunda siz olgan bilimlar bor. Shundan boshlaylik. Qanaqadir formatini o'zgartirgan holatda va unda asosiy 3 ta omil nima edi va ular qanday boshqarildi? Ya'ni siz exitingizgacha bo'lgan jarayondagi 3 ta asosiy omil. Nima bo'ldiki, sizni ular kelib sotib oldi? Hmm. O'zi demak bu yerda ikkita yo'sinda javob berib ketsak bo'ladi bu savolga. Birinchisi, o'zi Payme qanaqa muvaffaqiyatga erisha oldi? Ya'ni bu va Paymening o'zini muvaffaqiyat bir hikoyasi bor ediki, bu investorlar uchun bu qiziqarli bo'ldi. Ya'ni bu butun startaplar uchun doimo o'rinli bo'lgan holat. Birinchisi, demak, komanda, Mhm. komandani uyg'unligi, biznes model, va uchinchisi muhim bo'lgani bu time to market, ya'ni bozorga vaqtida kirib borishligi. Va o'sha uchalasini mujassamligi bizni tez vaqt ichida scale qilishga ya'ni sabab ko'rsatdi. Tabiiy ravishda bizni tez kattayishligimiz, o'sha kattayish pace judayam qiziqarli bo'lgan hamma investorlar uchun ham. O'sha doim TBC'dan oldin muloqotda bo'lganlar uchun ham. Hop, rahmat Zaror aka. Zaror aka, manimcha siz masalan o'zingiz fikringizcha, deylik kompaniyani sotib olishda, baholashda birinchi bu omil bu, founderlar. Ya'ni startapni deylik rivojlantirayotgan bu founderlar va ularning jamoasi. Deylik, PayMe'ni biz bilamiz tarixdagi, ya'ni bu yerda necha yillar davomida sizlar asosiy core muammolarni hal qilgansizlar O'zbekistonda va TBC sizlardan olgandan keyin mana TBC'ning qiymati yanada ko'tarilib, hozir deylik PayMe hisobiga TBC Bank o'zini reputatsiyasiga erishyapti. O'zbekistonda ham o'z o'rniga chiqyapti. Va siz nima deb o'ylaysiz? Fintech bozorida, yana nimalar qilsa bo'ladi? Hech kim gapirilmayotgan yoki kelajakda qanaqa bir potensial borki O'zbekistonda, mana hozir P2P'lar rivojlanib ketganda, PayMe bor, Kliklar bor, yana boshqa undan tashqari juda ham ko'p kompaniyalar bor. Banklar o'zini masalan ilovalarini chiqarib yotibdi. Lekin ko'pchilik e'tibor bermayotgan yo'nalishlar qaysi bo'lishi mumkin? Bu masalan biz founderlarga deylik signal bo'lishi uchun hozirgi bozorda. Endi fintech bozoridan oxirgi 5 yil ichida endi ozgincha uzoqlashdik, ya'ni qaysidir ma'noda xususiylashdik desak ham bo'ladi. Yanada torroq doiralarga kirib borishga majbur bo'ldik o'zimizni yangi biznes loyihalarimiz tufayli. Ya'ni fintechda hozir mana bu narsa rivojlanadi deyish juda ham og'ir, chunki hozir shunaqangi davrki, bu yerda siljish ro'yobga chiqyapti. Ya'ni bir tarafdan kripto dunyo o'zgarish arafasida, lekin u ham noaniq, juda ham katta regulyatsiyaga uchradi. Ikkinchidan, endi mani taxmin qilishim bo'yicha, o'zimni hozir kirib borayotgan sohamdan kelib chiqib shuni taxmin qilishimiz mumkinki, AI jamiyatlarga qancha ko'p kirib borar ekan va buning natijasida jamiyatda mikro xususiylashgan iqtisodiyotlarga, ya'ni xususiylashgan iqtisodiyotlarni
ehtiyojlarini qondiradigan fintech solutionlar manimcha, ya'ni o'sha embedded deydigan bo'lsak, embedded fintech solution deyishadi ko'proq. Masalan, qanaqangidir mikroiqtisodiyotga xos ikkita biznesni ehtiyojini qondiradigan, bilmadim, B2B fintech solution bo'lishi mumkin. Va bu narsalar judayam rivojlanadi. Ayniqsa AI driven bitta iqtisodiyot bilan ikkinchi AI driven iqtisodiyotni bir-biriga xizmat ko'rsatadigan, o'rtalik inson faktori juda ham minimal yoki umuman qatnashmaydigan iqtisodiyotlarga ham xizmat qilishi mumkin bo'lgan fintech bo'lishi mumkin bu. Oxirgi marta hozir sodir bo'layotgan, masalan, Masterni ham, Mastercard va Visalarni hozir bu yo'nalishda ham o'sha agentic AI ga solution qilib berishyapti. Masalan, OpenAI ga integratsiya qilishlari Visa Masterlarni, o'sha checkout solutionlarni paydo bo'lishligi, o'sha OpenAIni o'zidan e-commerce xizmatlarini berib turib, bunga yo'nalik, ya'ni bunga mana shu ham embedded fintechni bitta hozirgi kundagi yaqqol misoli. Lekin o'zim bet qiladigan yo'nalish nima deydigan bo'lsangiz, albatta bu Islamic Finance. Islamic Finance kattayapti va Islamic Finance'da fintechlarni soni ham ko'payyapti va bu yo'nalish boom bo'ladi deb o'ylayman. Hozir ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermayapti. Masalan, traditsion yoki mana bu hozir butun G'arb, Amerika va boshqa davlatlar traditsion masalan fintechlar ustida ishlayotgan bo'lsa, bu yoqda alohida ajralib qolgan bu islomiy moliya yo'nalishi bor. Bu yerda haliyam biz juda ham katta gap ko'ramiz, ya'ni bo'shliq ko'ramiz. Mana yaqinda O'zbekistonda ham o'sha litsenziya berish boshlandi banklarga. Undan keyin ularni ostida, ularni atrofida deylik fintech yechimlar ham boshlanadi deb o'ylaymiz. Bu yo'nalishda qanaqa bozor ko'rasiz? Masalan, 1 milliardlik kompaniya O'zbekistondan ertaga islomiy moliya yo'nalishida chiqishi mumkinmi? Nima deysiz? Man Unicorn. o'ylaymanki, O'zbekistonda bir nechta unicorn chiqadi deb o'ylayman. Imенно Islamic Finance yo'nalishida. Ya'ni bitta emas, bir nechta, balkim o'ntalab bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston potensiali juda ham katta. Ayniqsa hozirgi oxirgi kiritilayotgan chet eldagi katta sarmoya miqdori ham O'zbekistonni boyishiga olib keladi va hamma juda ham haligi yaxshi taassurotda. Umuman bu O'zbekistonga xos temp emas, bu umuman Markaziy Osiyoga xos temp. Markaziy Osiyo rivojlanadi, yangi region bo'ladi va tabiiy ravishda Markaziy Osiyoni iste'molchilari bu musulmonlar va bularni ehtiyojini qondiradigan albatta bir nechta operatorlar paydo bo'ladi deb o'ylayman. Hozir masalan biz bozorimizda ba'zi bir o'yinchilar bor, deylik startap ko'rinishda boshlab hozir yaxshi natijalarga chiqayotgan. Bu Iman Invest yoki Asahi Invest degan bular o'zini o'sha islomiy anaqalarni qilishyapti, produktlarni, servislarini. Bular faqat o'sha deylik bir yo'nalishda oldinlari faqat o'sha BNPL yechimlari bo'ladigan bo'lsa, hozir bular kengaytiryapti o'zini anaqasini, yechimlarini. Man masalan ishonamanki, mana O'zbekiston GDPsi o'sib borgan sari deylik bu kabi startaplar ham deylik qanaqadir darajada o'sadi va investitsiyalar jalb qilishadi. Shunga Sarvar aka nima deysiz? Misol, deylik faqat BNPLda ko'ryapti ko'pchilik islomiy moliyani. Yana biz qanaqa kategoriyalarni aytishimiz mumkin hozirgi deylik founderlarga? Aynan islomiy moliya yo'nalishi bo'yicha. Islomiy moliya ko'rinishi juda ham ko'p yo'nalish bor aslida. O'sha ya'ni oddiy klassik conventional yo'nalish nimaiki bo'ladigan bo'lsa, buni islamic o'sha alternativi ham bor degani. Ya'ni undan tashqari o'ziga xos unik modellari ham bor. Ayniqsa masalan Buyuk Britaniyada bozor kichkina bo'lishiga qaramasdan bozor hajmi katta. Masalan, o'sha mortgaging bozori, ya'ni uy olishni moliyalashtirish, uy savdosini moliyalashtirish yo'nalishida juda ham katta innovatsiyalar sodir bo'lyapti Angliya bozorida va bu O'zbekiston bozoriga ham kirishni boshlaydi tabiiy ravishda. Ya'ni yangi modellar, innovatsion modellar va tez adaptatsiya qilinadi. Masalan, o'sha diminishing musharaka yo'nalishi, bunga hozir yangi fintechlar sodir bo'lyapti. Bir tarafdan masalan o'sha haligi o'zini e'tiqodiga tayangan holda uy olishni xohlaydida, lekin ikkinchi tarafdan uni finansirovать qiladigan institutlar albatta bank ko'rinishida bo'lishi shart emas bu yo'nalishda. Uni investitsiya qiladigan
iste'molchilar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bunga o'sha diminishing musharaka yo'nalishidagi fintechlar juda ham masalan Angliyani o'zida bir 3tami 4tacha startaplar bor. Va tez kattayapti bular ham. Mm, man o'ylaymanki O'zbekiston potensiali mana shunda deb o'ylayman. Chunki Qozog'istonda ham potensiali bunda. Chunki Qozog'iston va O'zbekiston tez aholi soni o'sayotgan ikkita davlat. Va bu vaqt masalasi deb o'ylayman. Qachon diminishing musharakaga tayangan startap paydo bo'lishligi va hattoki hozirni o'zida kimdir qilayotgan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Zo'r. Sarvar aka, biz bilamiz hozir siz har xil startaplar kuzatib yuribsiz. Ba'zi bir startaplarga investitsiya qildingiz va o'zingiz ham aynan deylik shu yo'nalishda keyingi faoliyatingizni boshladingiz. Buni biz hissa bilan yaqinda intervyularingizni ham ko'rdim Abdukarim aka bilan. Hissani qisqacha yoki kengaytirilgan holatda gapira olamizmi? Ya'ni u o'zi nima va siz nima qilmoqchisiz uni atrofida? Faqat investitsion platforma qilmoqchimisiz yoki uni atrofida ham qanaqadir ekosistema qurmoqchimisiz? Xuddi Paymini qurganingiz kabi. Payme atrofida ham juda katta ekosistema bor edi. Deylik, man bilamanki, sizda founder sifatida faqat bitta yo'nalishda emas, juda ham keng qamrovli ekosistema qurish yo'nalishida faoliyat yuritasiz deb bilaman. Shu ham ozgina hissa haqida gapirib bersak. Albatta, hissa bu fintechni davomi desak bo'ladi. Wealth tech yo'nalishi, ya'ni boylikni manage qiluvchi texnologiya, ya'ni boylikni boshqarish, boylikni to'g'ri tasarruf qilishga yo'naltirilgan o'sha texnologiya platformasi. Hissa bu bugungi ko'rinishida eng likvid instrumentlarga, o'sha halol bo'lgan instrumentlarga investitsiya kiritish platformasi. Albatta, hissani visioni bu ekosistemaga aylanish. Hattoki bugungi kunni o'zida biz bir nechta yo'nalishni mujassamlashtirganmiz. Hissani o'zida oxirgi 3 yil ichida juda ham katta yutuqqa erishdik deb o'ylaymiz. Nima deydi? Kamtarona bo'lmasa ham bu aytayotgan gapimiz, lekin tabiiy ravishda faxrlanuvchi bitta yutug'imiz bu. O'zimizni ichki skrining ishlab chiqarganimiz, o'zimizni ichki skrining metodologiyamiz bor. Ya'ni Sharia screening, ya'ni halolligini aniqlab beruvchi. Butun Amerika birjalarini biz skrin qilib chiqqanmiz. Nasdaq, NYSE. Masalan, o'zimizni yurtdoshimiz bo'lgan o'sha Musaffa ham bu yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi. Keyin Zoya bor, britaniyalik, Islamic bor. Va albatta ulardan farqimiz bor. O'zimizni ichki prinsiplarga tayangan holda, o'zimizni o'sha Sharia borddagi o'rnatilgan standartlarga tayangan holda bizni o'sha ajratib turuvchi taraflarimiz bor. Bu narsani ular noto'g'ri, bizniki ancha to'g'ri nuqtai nazardan emas. Bizni o'sha umumiy kelib chiqqan holda industriya standartlari va Sharia bordni bizga o'rnatib bergan standartlardan kelib chiqqan holda mana shu ichki skrining qilishga to'g'ri kelgan. Va biz to'g'ridan to'g'ri investitsiyani olib boruvchi, ya'ni investitsiya kiritishga boshidan to oxirigacha o'sha brokerage deydi, brokerlik vazifasini bajaramiz. Custody, ya'ni o'sha qimmatli qog'ozlarni ushlash, ro'yxatga olish va ularni oldi sotisini olib boruvchi xizmatni beramiz ayni vaqtni o'zida. Va keyinchalik bu platformani qoshida private equity o'sha fondlarni ochish, VC fondlarini ochish, yaqin orada o'sha VC fondni shakllantirishni o'ylayapmiz. Pipeline'imiz sekin-sekin shakllanishni boshlayapti. Yangi potensial startaplarni ko'rganimiz uchun. Va kelajakda inshaalloh hissani o'sha Islamic nafaqat islomik, mana shu joyni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Biz mijozlarimiz ichida musulmon bo'lmaganlar ham, lekin o'sha hissani faoliyatini va hissani visionni qo'llab-quvvatlaydigan barcha, ya'ni sog'lom iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydigan barcha qo'llanishi mumkin bu narsada. Va biz faqatgina musulmonlar uchun xizmat qilamiz g'oyasida emasmiz, butun insoniyatga xizmat qilamiz degan g'oyadamiz. Yetarki kiritayotgan, xizmat qilayotgan industriyamiz sog'lom iqtisodiyotga xizmat qilsin.
Bu demak Wealth Management platformasi desak, buni atrofida deylik ertaga private equity'lar, venture fondlar va investitsion platformalar masalan shakllanadi. Hozir masalan O'zbekistonda kapital bozori rivojlanmagani hisobiga ko'pchilik bundan zarar qilyapti. Deylik zo'r kompaniyalarga odamlarda pul bor, imkoniyatlar bor, tikolmayapti. Sarmoya kiritolmayapti. Chunki deylik kapital bozorimiz yaxshi shakllanmagan. Deylik endi bu narsaga sekin-sekin qadam tashlanyapti. Kapital bozorini shakllantiramiz, IPOlar qilamiz. O'zbeklar masalan ertaga IPOlardan deylik ulushlar olishi mumkin va hokazo. Lekin mani qiziqtirgan bitta yo'nalish bor yana. Sar aka sizni fikringiz shu juda muhim bu uchun. Pre-IPO. Biz bilamiz masalan, Nasdaqda ham pre-IPO yo'nalishi bor. Deylik, yana judayam ko'p bunaqa platformalar bor. Masalan, Amerikada Forge Global bor. Masalan, Singapur o'zini masalan pre-IPO platformasi bor. Ya'ni qaysi bir darajaga chiqqan payti kompaniyalar likviditni berish, founderlarga yoki employeelarga, ya'ni ishchilariga, shunaqa platformalar masalan hissani ertaga ichiga kirib ketishi mumkinmi? Pre-IPO masalan eventlar qilishimiz ham mumkinmi? Deylik, bizda qaysidir kompaniya cash pozitiv, yaxshi sarmoya qilyapti, net income'lari zo'r, hamma KYC'lardan yoki bo'lmasam, deylik o'sha Big Four'lardan o'tib, reportlarni joyiga qo'ygandan keyin uni masalan, deylik IPOgacha bo'lgan, yo'nalishda pre-IPO listinglar qilish imkoniyati bo'ladimi? Nima deysiz? Э, Albatta hozir sal ertaroq bu haqida gapirishimiz, chunki hissani o'zi hali startap stadiyada. Mmh. Lekin maqsad shu, maqsad alternativ ekosistema yaratish. Ya'ni Mmh. mm, hozirgi kundagi startaplar hozirgi kundagi startaplarni oldida investorlar bilan muloqot qurish uchun hissaga o'xshagan platformalar judayam kam. Faqatgina Mmh. o'sha qo'lda sanab o'tadigan darajada kam. Ya'ni masalan o'sha indoneziyalik Hasan VC bor, Mmh. angliyalik Curate bor. Hammasi o'zimiz ko'rishib yurgan, o'sha bir-birimizni taniydigan 4-ta 5ta bolalarni proyekti. Lekin bu kengayishi kerak. Maqsadimiz o'sha odamlar ertaga NASDAQqa chiqish emas, o'sha boshqa alternativ underwriterlar orqali IPO qilish va ular kutgan holda, ular ma'qul ko'rgan termlarda, ya'ni o'sha o'zini e'tiqodini challenge qilmagan holda IPO qilish imkoniyati bo'ladigan bitta dunyo bo'lishi kerak degan tushunchadamiz va hissani asosiy missiyasi ham bu. Demak, alternativ investitsiya yo'nalishlarida hal qilinadigan ishlar bor. Masalan, man Saudiyani kuzataman, bozorini. U yerda Saudiyada Tadavul bor, IPO bozori va undan oldingisi pre-IPOsi bor. Namu degan. U yerda ko'rsam, ya'ni kompaniya qaysiga 30 million qiymatga chiqsa agar va keyingi 3 yil davomida o'sha reportlar to'g'ri bo'lsa agar, ular birinchi Namuda listing qilarkanda kompaniyasini va likviditni qilarkan 20%, ya'ni erta boshda kirgan investorlarga. Bizda ham hozir mana juda ko'p fondlar pul tikyapti startaplarga. Mhm. Venture fondlar yoki bo'lmasam bu yerda angel investorlar. Lekin ularda bitta savol bor. Biz qachon exit qilamiz deganda, biz aytyapmizki, xuddi shu narsani O'zbekistonda, nima deysiz, hozir vaqtimikan parallel marketni qurishga? Ya'ni biz qanaqadir pre-IPO yoki bo'lmasam o'sha likviditni beradigan boshlang'ich etapda platforma qilib, buni masalan ertaga fintechga aylantirishimiz mumkinmi? Nima deysiz? Albatta hamma narsani qilish mumkin. Faqatgina bu yerda o'sha jamiyatda haligi qonunchiligi bunga bu narsaga yo'l qo'yib berishi kerak va buni qonunchiligi mavjud bo'lmasa ham qonunchilikni masalan O'zbekistonda judayam progressiv bo'lgan o'sha qonunchilik sohasida eng tajribali, ya'ni fintech yo'nalishida ham masalan Markaziy bank. Markaziy bank bizada judayam progressiv institut hisoblanadi. Masalan, man Mmh. faxrlanib chet elga chiqqanda ham aytaman, bizani O'zbekiston Markaziy banki judayam progressiv. Sizlar orqada qolgansizlar deyman-da. Masalan, Turkiyadagi kollegalarimizga ham aytaman. Xuddi shunaqa O'zbekistonda masalan, oxirgi paytda tushunishim bo'yicha VC yo'nalishida ham yangi qonunchilikda yangiliklar bo'ldi O'zbekiston. Mmh. Bu yerda ham shunaqangi masalan, o'sha pre-IPO qilish uchun mavjud qonunchiliklar to'siqlik yaratish kerak emas yoki shu pre-IPO faoliyatidagi harakatlar qonunga zid bo'lib qolishi kerak emas yoki investorlarni huquqini poymol qilishiga yo'l qo'yib berish kerak emas. Va buni sandbox doirasida masalan boshlab turish kerak eng kamida. Biz buni taklifini berdik Markaziy bank rahbari
mana hozir Ishmetov o'zlari deylik judayam ko'p round table qilishadi. Masalan, har chorakda 1 marta, 2 marta. O'sha doirada biz takliflarni olib kelinglar, ya'ni fintech qanaqa yechimlar qilsak bo'ladi, sandboxlarga nimalar kirgizsak bo'ladi deyishyapti. Biz sandboxlarni masalan takliflarimizni berdik ularga ham. Bu o'sha venture faoliyati bo'yicha, chunki hozir venture faoliyatida ko'pchilik banklar shug'ullanyapti, bilsangiz, corporate banklar. Bular o'sha venture faoliyati bilan shug'ullanayotgani uchun qanaqadir regulationlar baribir yetmayapti. Hozir mana qarorlar chiqib, prezident qarorlari, hokazolar chiqib, bularni ancha zo'r qildi ular. Endi keyingi bularni asosiy yana deylik qilinishi kerak bo'lgan ish bu aytgandek alternativ investitsiya imkoniyati. O'sha hozirgi angellarni uyg'otish, plyus angellarni ham fondlarga pul tikish imkoniyatini ochib berish. Plyus undan tashqari, deylik o'sha alternativ investitsiya platformalarida har xil startaplarga eventlar doirasida sarmoya kiritish takliflarini beryapmiz. Endi bu endi vaqt masalasi aytgandek, ya'ni 1 yil, 1,5 yil masalan vaqt olar, lekin ham deylik O'zbekiston bozori shakllangan sari o'sha IPO bozori, bu yoqda alternativ bozor ham shakllanishi kerak va u xususiy tashkilotlar qo'lida bo'lishi kerak degan fikrim bor mani. Ya'ni xususiy regulation davlat qilaveradi, Markaziy bank orqali va hokazo, IT vazirligi bor, yana boshqalari bor. Ular orqali bo'lsa ham, lekin xususiy tashkilotlar bu narsani xuddi Nasdaq masalan xususiyku, Sarvar aka. Mhm. Deylik, bu ham xususiy tashkilotga borishi kerak degan bir fikrimiz borda. И nima deysiz Albatta. Sarvar aka? Masalan, bizni davlat aytyaptiki, misol 2040-yilgacha 10 ta unicorn qilishimiz kerak deyapti. Bunga erishish uchun asosiy omillar nimaga e'tibor berishimiz kerak? Masalan, biz qanaqadir bir unicornlarga anavi hissamizni qo'sha olamizmi bu ketishda? Founderlar nimaga e'tibor berishi kerak? O'zizni fikrlaringiz. Albatta, unicorn chiqish masalasi bu o'sha kapital bozorini qay darajada erkin faoliyat yuritishligiga ham bir bog'liq. Undan tashqari O'zbekistonga kirib kelayotgan sarmoyadorlarni huquqini himoyasi, ya'ni ular qay darajada himoyalangan, ya'ni maxsus faqatgina davlat bilan kelishgan holda, davlatning garantiyasini olgan holda kirib keladigan xoldinglardan sarmoya olish emas, bevosita angellarning kirib kelishligi, masalan, oddiy o'sha haligi Saudiyaga borganda yoki bilmadim, Dubayga borganda, Singapurga borganda bizni startaperlar borib turib, eventlarga borib turib, "Davay manga o'zini tanitib turib, manga investitsiya kirit" deganda qo'rqmasdan O'zbekistonga kirib turib, O'zbekiston haqida eshitmagan odam ham shundoq kelib turib, pulni kirita oladigan darajada huquqlari himoyalangan muhit yaratish. Bu judayam muhim. Mana shunaqangi muhit qay darajada tez hal qilinadigan bo'lsa, va buni fonida albatta imij ham shakllanishi kerak. Hozir masalan IT park ham yaxshi imij shakllantiryapti. Bu ijobiy ta'sirini ko'rsatadi deb o'ylayman. Va bir nechta zo'r keyslar kerak O'zbekistonga. Faqat PayMini keysi yetarli emas. Bu yerda bir nechta judayam все-таки PayMini keysi TBC tanilgan bir institutsional investor. Lekin O'zbekistonga angellar ko'p kirib kelishi kerak va nima deydi? O'zbekistonni ichidan ham xalqni o'zini ham aktiv faoli bo'lishi kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kapital bozori ozgincha sistemlashishiga to'g'ri faoliyatini boshlash kerak. Hozir o'sha narsada IT Park Enterprise degan narsa qilyapti bular. Davlat tashabbusi bor. Bu nima desa agar, bu o'sha Britaniya qonunchiligini olib kirish O'zbekistonga. Va Hmm. alohida bir davlat ichida kichkina davlatda, ya'ni xuddi Hmm. Dubayda KFC'lar bo'lgan kabi, Qatarda Qatar Financial Center'lar bo'lgan kabi, ular shu narsani hozir tashabbusini qilyapti. Men o'ylaymanki, mana shu narsa kapital bozorining shakllanishi va alternativ investitsiyalar oqimini ko'payishiga sabab bo'ladi deb o'ylayapman. Va bunga oz vaqt qoldi. Ya'ni keyingi yillar уже bu narsani chiqarishsa kerak. Hissaga qaytamiz. Sarvar aka, yana hissa bo'yicha gaplashaylik. Chunki proyektingizni o'zim kuzatdim, ro'yxatdan o'tdim va o'sha anaqalarni ko'rdim. Men uchun juda qiziq. Siz qilgan platformani masalan, deylik, oz vaqt sarflamadingiz. Buni e'lon qilganingizda ham masalan 1 yillar oldin kuzatardim. O'sha LinkedInda e'lon qilganingizda short listda ham birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tib, chiqsa notification olaman deb kutdim. Keyin keldi, kirdim, ko'chirdim ilovani. Hozirda bu boshlang'ich etap. Keyingi 3 yilda nima ko'ryapsiz Sarvar aka? Misol endi bilamiz, misol juda tez jadal o'zgaryapti hozirgi jamiyatda.
Lekin, baribir o'zingizni, visioningiz bor. Keyingi 3 yil, 5 yil, 10 yilda qanaqa vision qilyapsiz? Ya'ni qanchadir capital under management olasizmi private equityda, venture fond yo'nalishida yoki qanchadir kapitallarni, deylik o'sha wealth managementda, under management olinadimi? Shuni qisqacha bo'lishsangiz. Albatta, maqsadlarimiz katta. Demak, bizni markazimiz Turkiyada bo'ladi. Hozir masalan Istanbul moliya markazi yaqinda qonundan tasdiqlandi. Turkiya prezidentini sarmoya va moliya ofisi qoshida ochilgan. Dubayni DIFC'siga o'xshagan analogdagi faoliyat ko'rsatuvchi bitta maxsus moliya markazi. O'sha yerdan biz birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tyapmiz. Ular o'sha Istanbul moliya markazini boshlig'i bilan ham ko'rishib, o'sha faoliyatimizni aytganimizda juda ham ularni konsepsiyasiga mos kelishini ko'rib, bizni ham qo'llab-quvvatlamoqda. Va Istanbulni markazda tutgan holda, nega? Chunki Istanbulni o'zi bozor sifatida ham ancha katta rivojlangan va undan tashqari o'sha Mina, Afrika va Yevropaga bevosita haligi hab sifatida connection kirita oladigan markaz sifatida ko'ryapmiz. Ham regulatorik nuqtai nazardan. Endi biz o'zimizni global platform sifatida ko'ramiz, ya'ni global butun dunyoga xizmat ko'rsata oladigan. Shu anda hozir masalan Mavrikidan ro'yxatdan o'tganmiz. Mavrikini nimasi ham, yurisdiksiyasi ham yashil zona hisoblanadi. Masalan, bevosita SEC Amerikani regulyatori bilan faoliyat olib borishda haligi tasdiqlangan zona hisoblanadi. Demak, kamida 3 ta regiondan ro'yxatdan o'tgan holda va shu 2 yil ichida Amerikadan ham litsenziya olish niyatimiz bor. FINRAdan va Kanada, Amerika, Angliya bozorlariga xizmat qilish. G'arbning eng katta bozori mana shu 3 ta bozor. Demak, G'arb bozoriga, O'rta Sharqqa, arab davlatlari va Yevropaga xizmat qilish. Va demak Southeast, bu Indoneziya, Malayziya, Hindiston va Pokiston. Mana shu 3 yil ichida 3 ta regionga kirib borish. Bu hissa yo'nalishida. Endi Hissa private yo'nalishida. equity yo'nalishida, nima rejalaringiz bor? Misol yoki fond yo'nalishida. Siz o'zingiz bilyapsiz, ko'ryapsiz, startaplar hozir juda jadal rivojlanyapti. Ularga venture capital bozori juda qiziq. Ya'ni siz o'zingiz ham masalan oldingi safar gaplashganda aytdingiz. Private equityda, deylik qanaqa faoliyat yuritmoqchisiz? Deylik hissa private equity desak misol. Faqat hissa sarmoyadorlarning pulini olib hissani ichida aylantirishmi yoki qanaqadir, deylik, kompaniyalarni acquire qilib, buyout qilib, sotib ularni IPOga tayyorlab shunaqa narsalar qilishmi? Albatta, investitsiya kiritish, ya'ni yangi investitsion fondlar hissani qoshida private equityga yo'naltirilgan fond yaratish, fond ochib, o'tga katta institutsional focused investorlar bilan birga va o'zimizni pipeline'imizni shakllantirib, o'zimiz investitsiya kiritib, ularni o'sha yanada sog'lom, o'zimizni missiyamiz bu sog'lom iqtisodiyotga xizmat qilish. Ya'ni o'sha missiyaga xizmat qiluvchi kompaniyalarga investitsiya kiritish biz maqsadimiz. Ya'ni ekosistema darajasida shakllana oladigan. Masalan, men o'zim hozir o'sha PMIdan chiqqanimdan keyin ekosistema yo'nalishidagi va sog'lom iqtisodiyotga xizmat qiladigan startaplarga bir nechtasiga investitsiya kiritganman. Xususan bittasi O'zbekistonda yaqin kelajaklarda yaxshi yutuqlarga erishadigan bitta startaplar ham bor. O'shaning uchun maqsadimiz shunaqangi startaplarni pipeline'ni yig'ib yoki startap bu, ya'ni startap stadiyasidan o'tib уже ya'ni mature holatda bo'lgan private equity investment qilish. Ya'ni siz aytgandek уже demak P&L sog'lom, stabil iqtisodiyotga ega bo'lgan kompaniyalarga investitsiya kiritish va tabiiyki VC. Tabiiyki VC. Early stage'da ham masalan founderlar ertaga qo'llab-quvvatlash mumkin. Biz hozir aytgandek yaqinda sizga ham buni taqdimotini qilgandim. Hozir yana yaqinda ko'rishsak buni yanada yaqindan tanishtiraman. Bizda ham o'sha garaj doirasida qoshida kichkinagina fond qilganmiz.
Bu o'sha UzVC fondlar fondi bizga birinchi bo'lib taklif bergan. Davay sizlar o'zlaringiz fondlaringiz qilish vaqti keldi. Boshlanglar. Birinchi частный fond bo'lsin O'zbekistonda. Hozir bilamiz ko'pisi davlat fondlari. Ya'ni bu xususiy tashkilot xususiylashtirish kerak bu narsani. Davlat o'zini taklifi ham xuddi shunaqaki, biz match qilamiz sizlar bilan birgalikda. Sizlar tikinglar pul, biz ham bu yoqdan sizlarga qo'shilib tikamiz degan. Biz maqsadimiz ham shu, ya'ni bizda faqat filosofiya qanaqa? Human capital development. Ya'ni biz juda ham early stage'miz. Juda ham erta bosqichmiz. Qaysiki founder ideya bosqichida, qaysiki founder MVP bosqichida, qaysiki founder o'zi talant, nimadir qilmoqchi. Ularga kichkina kapitallar, 10 ming, 20 ming dollardan boshlab sarmoya kiritish. Hozir pipeline'imizda ham 10 tacha startap bor, ko'rib chiqyapmiz. 4 tasi uje term sheet oldi bizdan. Ularga uje pullarni beryapmiz, xudo xohlasa. Bu ko'rinishda ham hamkorligimiz bor, xudo xohlasalar aka. Deylik, maqsad human capital development. Biz juda ko'p fokus qilyapmiz shunga. Siz o'zingiz fikringiz nima deysiz? Masalan, inson resursiga sarmoya tikish bu eng yaxshi sarmoyami, nima deysiz? Sarvar aka? Albatta, albatta. O'zi umuman iqtisodiyotdagi eng qadrli narsa, eng qadrli resurs inson bu. Inson bu o'shaning uchun aholisi ko'p davlatlar boy davlatlar doim. Ya'ni har qanaqangi qarasangiz ham bu potensial, kelajakdagi potensial. O'shaning uchun O'zbekistonni ham kelajagi O'zbekiston уже boy davlat, chunki aholisi ko'p. O'sha nuqtai nazardan bu potensialni qay darajada konvert qilish yanada ko'proq potensialga bu o'sha to'g'ri kapital bozorini shakllantirishga bog'liq bo'lib qoladi albatta. Va men o'ylayman, sizlar qilayotgan harakat juda ham to'g'ri harakat. Albatta doimiy ravishda investitsiya kiritilishi kerak inson kapitaliga. Kattakon rahmat Sarvar aka. Sizlarga oxirgi savolim beraman. Bugun deylik shu bilan suhbatimizni tugatamiz. Sarvar Ro'zmatov 20 yoshiga qaytganda hozir nima qilayotgan bo'lardi? Founder sifatida, ya'ni startup founder Founder. sifatida 20 yoshida, ya'ni bu blitz savol. Nima qilayotgan bo'lar edi? Va 20 yoshdagilarga maslahat. Haliyam o'sha fintech qilayotgan bo'lardim. Yana o'sha paymini yo'nalishida qilayotgan bo'lardim deb o'ylayman. Yana ikkinchisi davomi nima edi? 20 yoshdagilarga maslahat. Masalan, ular nimaga e'tibor bersin? Sarvar aka, hozir mana 20-30 yosh oralig'ida bu yoki korporativ dunyoga kirish davri yoki bo'lmasam qanaqadir bir kompaniya qurish davri, startap qurish davri. Ular masalan ko'pchilik biz atrofimizdagilar bu startap qurish davrida, lekin ularda qanaqadir qiyinchiliklar bor. Oilaviy, ijtimoiy, atrofdagilardan. Shunaqa maslahat beraylikki, ikkita uchta misol, men ularga doim aytaman, sizlar davomiy bo'linglar, kompaniya quringlar deyman. Siz nima degan bo'lardingiz 20 yoshli founderga? 20 yoshli founderga ya'ni albatta chalg'imasdan to'g'ri to'g'ri shartnomalar asosida bu men o'zim masalan o'zim tajribasizlik qilgan holatlarim ham bo'lgan masalan. Bu to'g'ri shartnoma qilish doim sheriklar bilan. Asosan chalg'itishi mumkin bo'lgan narsa umuman startap dunyosida o'sha to'g'ri trayektoriyadagi o'zi masalan to'g'ri koordinatada bir-biriga yaqin bo'lgan founding team shakllantirish muhim. Mana shu narsani juda ham katta urg'u berib ahamiyat berish kerak. Oladigan founding teamdagi oladigan valyulari qanaqangidir faqatgina yachekani to'ldirishga tayangan bo'lishi kerak emas. Ya'ni kimdir kapital olib kelayotgan bo'lsa, kimdir qanaqangidir hard skill olib kelayotgan bo'lsa, okey, yachekalar to'ldirildi. Davay ketdik, davom etamiz nuqtai nazardan emas. Bu narsaga shoshish kerak emas deb o'ylayman. Chunki yachekani to'ldiruvchi founding team doim topiladi deb o'ylayman. Ayniqsa bugungi zamonda hard skilllarga alternativlar juda ham ko'p zamon hozir. O'shaning uchun o'sha qiymatlar bir-biriga yaqin trayektoriyada bo'lishi kerak. O'sha o'zini qadriyatlari deylik, masalan. Bu albatta qanaqangidir diniy nuqtai nazardan qadriyatlar emas. Bu qadriyatlar fikr yuritish nuqtai nazaridan masalaga обязательно bir xil tarafdan yondashish emas. Bir-birini tushuna olishligi juda ham muhim bo'lishi kerak va shartli ravishda birga ketishligi, qayoqqacha ketishligi
shartnomalarda yoritilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana shu narsa judayam chalg'ituvchi faktor bo'lishi mumkin. 4 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin. Va pivot qilishdan hech qachon qo'rqish kerak emas, charchash kerak emas. Ya'ni Man davomiylik. ne Gapingizni bo'lib qo'ydim. Oxirgi nima gapingiz. deysiz? Oxirgi gapingizni bo'lib qo'ydim. Va'dada Yo'q, yo'q, boshlaysiz. o'sha haligi pivot qilishdan qo'rqish kerak emas. Ya'ni masalan qanaqadir tarqalib keldi founding team bo'lib, o'sha masalaga qaytamiz. Ya'ni kompaniyadagi eng muhim narsa nima deydigan bo'lsak, bu odam, insonlar komanda zo'r bo'ladigan bo'lsa, bir-birini zo'r поддержка qiladigan bo'lsa va o'sha haligi qiymatlar chainida hamma yacheyka to'lgan bo'lsa, aytaylik, skill seti yetarli, okey, kapital qolmagan bo'lsa ham ko'chadan kapital yig'a oladigan darajada ishonarli, ishontira oladigan komanda bo'ladigan bo'lsa, demak pivot qilishdan ham qo'rqish kerak emas. Mh. Bilmadim, bugun chashka chiqazayotgan bo'lsa, ertaga davay gilam chiqazamiz deydigan darajada qo'rqish kerak emas ya'ni. Mh. Shu yerda bitta fikr borda. Masalan, men aytamanki, startaplar muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Deylik, bozor ya'ni to'g'ri vaqtda bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir product market fit, ya'ni bozor topolmasligi mumkin, trekshonlari bo'lmasligi mumkin. Bo'lsa ham yetarlicha bo'lmasligi mumkin. U qaysi bir startapda vaqt o'tkazib hech narsaga erisha olmasligini tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Shunda biz aytamizki, butunlay boshqa narsani boshlasang ham boshlaver. Ya'ni sen o'zing fail bo'lmasang bo'ldi deymiz. Ya'ni founder fail bo'lmasa, startap fail bo'laversin. Ya'ni Albatta. talant bo'lmasa bo'ldi degan bizani filosofiyamiz bor garajda. Aynan shuni aytamiz biz ko'p founderlarga. Sarvar aka, kattakon rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Yana Sizga bunaqa rahmat. suhbatlarni ko'p o'tkazamiz. Yaqinda ko'rishguncha siz bilan. Barchaga, tomoshabinlarga ham kattakon rahmat, vaqt ajratganlaringiz uchun. Sarvar aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Salomat Rahmat. bo'ling. Rahmat.